Assalomu alaykum. Sizni kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun noodatiy hovli demaymiz, townhouse deyiladi. 2 sotuvga faqatgina uy qurilgan. 7 ta xona plus podvalda 3 ta 4 ta xona, terassasi bor, balkonchasi. Ko'chalarni bitta ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r, juda ham sifatli qilib qurilgan. Bu townhouse Novostroyka sifat hovlimiz. Tupik, ortiqcha xona qo'shiladi yo'q. Tayyor kirib yashaysizlar demayman. Elektromontaj bo'lgan, suvodan chiqqan, santexnikani sistemagacha hamma narsasini qilib qo'yganlar. Podval, 1-qavat, 2-qavat va terrasa. Uychilarni bitta obzor qilamiz. Like va podpiska esdan chiqmasin. Bu ko'chadan, eshikdan kirib keladigan eshigimiz. Prixoshka. Bu yerda prixoshka qilsanglar, uni bu yoqqa shkafchisi, bu yoqqa rakvinaga joy tashalgan, zina bilan shundoq chiqasizlar. Kichkinagina hol, dekoratsiya, chiroyli narsalar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Razmerimiz 354 ga 640. Chap qo'limizda katta zal mehmonxona bo'ladi. Oynalarni ko'rasizlar, katta yorug'li yaxshi tushadi. 558 ga 630 li zal. Va shundoq kirganinglarda bitta katta hol 558 ga 556. Общий sanuzel tashalgan. Bu yerda bitta yotoqxona 405 ga 364. Va bu yerda yana bitta yotoqxonamiz bor. 470 ga 408. Elektromontaj bo'lgan, radiatorlar qo'yilgan, to'pli pol bo'lgan. Faqatgina sistemani yig'vorsa bo'ldi. Bu yerda oshxona qismi, ko'rib turibsizlar, to'pli polda tayyor. Kattagina oshxona 556 ga va xolasi 405, patologimizni razmeri 365. Va orqa hovli kichkinagina 1 metrcha chiqadi. Bu yoqqa bitta gazga ham joy tashab kesibdilar, rakvinaga, letniy kuxnya qilishga. Kattagina bitta hovlimiz bor. Tepada terrasa bor. Uni video davomida ko'rsatib ketamiz. Podval qismini bitta ko'ramiz, baho berib qo'yasizlar. Hovli yoqtirmaydigan insonlar bo'lsa, o'shalarga juda ham zo'r ekan. Yoki katta Novostroyka yoqtiradiganlarga bitta shikarniy remont qilib qo'ysangiz, babshi dahshat uy bo'ladi. Podvalga tushamiz, bitta katta hol, to'pli pol bo'lgan, elektromontaj bo'lgan. Bu yerda bitta xona, bir hop. Bu yerda yana bitta kattagina xona, 2 vatni va hojatxona, hammom, tualet bemalol pozvalat qiladi. Bu yerda tahoratxonaga mo'ljallagan ekanlar, katerina xona shetda bo'ladi. Va bu yerda yana bitta xona, bu yerdan ko'chaga chiqib ketadigan eshigimiz bor. 2-qavat ko'ramiz. 2-qavatga chiqarkanmiz, zinani ko'rasizlar, to'g'ri chiqdinglar. O'ng qo'limizda uzun koridor bo'lyapti. Chap qo'ldan boshlaymiz. Kirganimizda общийga sanuzel tashalgan. Shunda yonginasida bitta 405 ga 353 xona. Sanuzel 135 ga bir nechadir. Va yana bitta yotoqxona, spalniy qismi, ichida o'zini hojatxona, hammom, tualetiga joy tashalgan. Bu xonamiz razmeri 480 ga 404. Zo'r chiqqan, santexnikalar bitgan, katerina yig'vorsa bo'ldi, elektromontaj bo'lgan. Zo'r joyini ko'rsataman. Mana bu yerga chiroyli qilib terrasa qilib qo'ygan ekanlar. Hovlini o'rniga sizlarga chiqib o'tiradigan hovli bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerda bitta katta zal, 2-qavatga mo'ljallangan. Xolasizlar, yotoqxona qo'rasizlar. 556 ga 554, patologimiz 334 chiqqan ekan. Va oxirida yana bitta yotoqxona, ichida o'zini sanuzeli bilan 556 ga 429 va ichkarida o'zini sanuzel qismi bor. Ushbu ko'rgan joylarni narxiga keladigan bo'lsa, koridor razmer 702 ga 168. Narxiga keladigan bo'lsa 215 ming dollar startini so'raladi. Ozgina kelishadigan joyi bor.